Bugungi kunda butun dunyo oldida eng katta muammolardan biri bu iqlim o'zgarishidir. Iqlim o'zgarishi deganda yer haroratining asta-sekin ko'tarilishi, yomg'irlar miqdorining o'zgarishi, qurg'oqchilik, yong'inlar va suv toshqinlarining ko'payishi tushuniladi. Bu hodisaning asosiy sababi inson faoliyati natijasida atmosferaga chiqayotgan issiqxona gazlaridir. Sanoat korxonalari, avtomobillar, elektr stansiyalar hamda o'rmonlarning kesilishi karbonat angidrid va metan kabi gazlarning ko'payishiga olib keladi. Ular quyoshdan kelgan issiqlikni tutib qoladi va yer haroratini oshiradi. Iqlim o'zgarishi natijasida dunyoning ko'plab joylarida o'rmon yong'inlari soni oshmoqda. Havo quruqligi va haroratning ko'tarilishi o'simliklarning qurishiga sabab bo'ladi. Natijada kichik uchqun ham katta yong'inga aylanishi mumkin. Yong'inlar nafaqat o'rmonlarni yo'q qiladi, balki millionlab hayvonlarning yashash joyini barbod etadi va atmosferaga yana ko'proq zararli gazlarni chiqaradi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi suv toshqinlarini ham kuchaytirmoqda. Muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi va kuchli yomg'irlar natijasida butun shaharlar suv ostida qolmoqda. Suv toshqinlari odamlarning uylari, yo'llar, ekinlar va hayotiga katta xavf tug'diradi. Bu jarayonlarda sanoat chiqindilarining o'rni ham juda katta. Ko'plab zavod va fabrikalar havoga zararli gazlarni chiqaradi. Suv havzalariga esa kimyoviy moddalarni to'kadi. Natijada havo ifloslanadi va suv zararlanadi. Tirik organizmlar hayoti xavf ostida qoladi. Iqlim o'zgarishining oldini olish uchun esa har bir inson o'z hissasini qo'shishi mumkin. Daraxt ekish, chiqindilarni kamaytirish, energiyani tejash va ekologik toza vositalardan foydalanish orqali. Tabiatni asrash eng muhim qadriyatdir. Har bir daraxt, har bir gul, har bir suv tomchisi hayot demakdir. Shuning uchun daraxt ekish iqlimni yaxshilashning eng oddiy ammo eng samarali yo'li. Bitta daraxt yiliga o'nlab kilogramm karbonat angidridni yutadi va kislorodni ishlab chiqaradi. Energiyani tejash va toza manbalardan foydalanish zarur. Quyosh panellari, shamol elektr stansiyalari, suv energiyasi bular tabiatga zarar yetkazmaydigan muqobil yechimlardir. Uyda chiroqlarni o'chirib qo'yish, suvni isrof qilmaslik ham iqlim uchun katta hissa bo'la oladi.